o'ychi o'ynayotgan tavakkalchini bitirgan ish bo'ldi mana shu deyapti-da. 50 gektar bosishimiz kerak dedi. Men aytdim senga dedim. Sizlar video tashardimga men. Tashardim-da. Yummakkan bo'lgan ekan-a devorardi. U betda shunaqa bo'ladi o'ylamaganda. Endi aytibdiki 50 gektar bosishimiz kerak edi deyapti-da. Farg'ona viloyati aeroporti yonidagi daladamiz. Bu yerda Xitoydan keltirilgan FL67 silos uchun mo'ljallangan makkajo'xori gibridlarimiz ekilgan. Bugun Xudo xolisa mana 9-may sanasi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda makkajo'xorining bo'ylari mana deyarli 1 metr undan ham oshgan. Mana FL67 makkajo'xorimizning bir ajralib turadigan jihatlaridan biri bu barglarining kengligi. Mana shunaqa kichkina davrida ham mana shapalodek bo'lgan mana ma'murlarini ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu 27-mart kuni ekilgan, bugun 9-may sanasi.